aytib o'tyapmiz. Bizni galaktikamizda, zamon yo'li galaktikasida yulduzlarning sonini ulamolar aytadiki, 200 milliarddan 400 milliardga qadar deydi. Va mana shu 400 milliard yulduzlarning ichida bizni yer sharimizga eng yaqin bo'lgan yulduz biz bilan oralig'idagi masofa 40 trillion kilometrni tashkil qilar ekan. Endi tasavvur qiling, galaktikamizdagi milliardlagan yulduzlarni orasidagi masofani, yulduzlarning o'zini kattaligini. Shuni aytadiki, ba'zilari bizni galaktikamizning masofasi deydi, bir chetidan ikkinchi chetigacha bosib o'tishlik uchun yorug'lik tezligida harakat qilinsa 100 ming yildan 150 ming yilgacha vaqt kerak bo'lar ekan. Endi diqqat qiling. Bizni zamon yo'li galaktikamizga o'xshash galaktikalardan bizning koinotda, ya'ni kuzatilayotgan koinotda 2 trilliondan ziyoda ekan. Tasavvur qildingizmi? Har bir galaktikada 100 milliarddan ziyoda yulduz bor deyishadi. Bizni zamon yo'li galaktikamiz eng katta galaktikalardan biri ham emas. Endi tasavvur qiling. Bularning barchasi birinchi osmonda. Birinchi osmonda. Nega bunday deymiz? Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ deb zikr qildi. Bu degani va dar haqiqat biz yaqin osmonni, ya'ni dunyo osmonini chiroqlar bilan ziynatladik. Chiroqlar yulduzlar bilan ziynatladik. Shu sabab biz butun hamma aytayotgan yulduzlarni, o'sha trillionlagan galaktikalarni biz aytamizki, bularning hammasi birinchi osmonda. Tasavvur qiling, birinchi osmonning kattaligi nihoyat darajada katta ekanligini tasavvur qilyapsizmi? Insonning ko'zi ikkinchi osmonga yetib bora olmaydi. Hozirgi vaqtdagi odamlarni eng kuchli o'ylab topgan teleskopi bu James Webb teleskopi hisoblanadi. Juda katta milliardlagan pul sarflangan va o'sha teleskopni koinotga, ya'ni fazoga chiqargandan keyin bular yana ham ko'proq osmon haqida ma'lumotga ega bo'ldilar. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki,